agar men qaynona bo'lsam, jiqillab ishga chiqa olmasdan pensiyamni olib, navaralarga qarab kelinim A few moments later. Pensiyani olib, mana jirtillab ishga chiqib, olingni ham olib o'tirmiz. Xudoga shukr, mana uyda kelib tug'dimmi, o'zi qarasin bolalarga. Men navara qarab o'tirmayman, uyda to'g'rimi? Voy, menga ham pul kerak, xarajatlarim bor, gapim bor o'rtoqlarim bilan. Xudoga shukr, hozir uyda ishlarni qilib kelib o'tiribdi. Bir ko'rishmaymizmi? Qizlar bir yoshlikdagi o'sha bloger bo'lgan paytlarimizni bir eslamaymizmi? Ha qizlar, yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? O'tiribman. Choy ichib, ani kelinlar aytadi, "Ayjon, qachon atdingni chiqarasin?" deydi. "Popom, atdingni chiqib" dedim. "Ya, meni xizmatimni kim qiladi? Choy kim olib keladi? Xonimlarni kim qiladi? Hasib kim soladi?" dedim. "Jing qisib o'tiringlar" dedim. O'g'illarimni nima qilib qolman? Meni xizmatimni qilsin, to'g'rimi? Nevaralarimga o'zim qarayman, o'zim tarbiya qilaman. Mana men borman deb. Men deb o'si bor. O'zim tarbiya qilaman. Og'ziga tiqib ovqatlarni qarab o'tiraman. Voy, yergina yut ko'ray. Hoy, to'xta. To'xta deyapman sen. Voy qizlar, kecha nimamush? Kelinim bilan o'g'lim отдельно chiqib ketarmish. Undan ko'ra kvartirani qo'yaman, men bilan yashaydi, ko'p gapirmasin dedim. Nima deysizlar? Jinmisan yo shaytonmisan, ha? Voy qizlar, o'g'lim nazarga keldi. Bolalarimga qarab tura olasizmi? Biz elim bilan, biz xotin bilan aylanmoqchimiz. Nima? Men? Qani qarasin, nima qarashim kerak ekan? Voy, men sizlarga malay emasman. Kecha o'g'lim xotiniga gul bilan shokolad olib kelibdi. Ha, tinchlikmi desam, to'yimizni 5 yilligi bo'ldi, romantika deydi. Shu yoshgacha romantika nimaligini bilmabmiz. Qovog'imni soldimda xonamga kirib ketib arizlab oldim. Bir pushaymon bo'lsin, xotinga sovg'a berish shunaqa bo'ladi. Ona rozi, Xudo rozi. Xotin topilaveradi. Ona topil